Assalomu alaykum hammalaringga. Mana biz O'rmonbek qishlog'ida gazabuluk ishlab chiqarish boshladi. Narxi 16 mingdan. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana O'rmonbekda Jartepadan kelishdi, ama Baliq tomonda. Qabriston yonida. Nur Muhammadda temir do'konining yonidagi gazabuluk. Mana shu yerdan kirib borilyapti mana. Buni Charog'on MFU dafn etish yonidan kirilar ekan, qabriston yonidan. Mana bu yerda hanchalar mana. Bu yerdan kirib boriladi. Mana gazabuluklar mana shu tomondan kirib boriladi. Mana kuyish joylari. Vahshi zo'r qatargan bu. Ana ko'rlang. Gazabuluk. Mustahkam banqvot. Kelaverasizlar. Aytganlarincha dastlabki pasabkilar ichida, uzoq joylarga. Yaqinroq joylarga degani, uzoq joylarga ichida anaqasi bor ama. Mana Mana kirib keldik. Mana ustalar. Gazabuluk. Ana apparatlari. Ha, ustalar ishlayapti mana mayda. Mana bu qoliplari. Mana ustalari. Ana mayda Bahramjon aka. Nech puldan? Bir donasi? Donasi 17 ming dastlabkasi ichida. Ha, mana eshitlangi dastlabkasi ichida ekan. Mana bu yoqda ham mana joylari. Mana kuyib taxlab qo'yilgan. Ana olib beriladi. Mashina ham tayyor mana, hozir olib beraman, arabalar ulangan.